Assalomu alaykum akalar, hammanglar sog'misizlar? Mana bugun hayit kunida ekilgan bolgarlarimizga dori solishni boshladik. Aralashma olib keldik. Mana 2,5 mingtamizga mana paketdan mana shunday tayyorlangan aralashma. Mana shu holatda aralashma bor. Hammasidan solingan. Mana shunday qilib to'kib qo'ydik. Mana shu holatda hozir solishni boshlaymiz. Mana hayit kuni ekilgan holati ko'rgan bo'lsanglar, bugungi holatda mana xudo xolasa o'zini ko'tarishni boshladi. Mana shu holatda bolgarlarimiz shanalashni boshladi mana. Mana shu holatda bo'lib qoldi. Kichkina ko'chatlarni olib kelib ekdik. Hammadan oshgan ko'chatlar edi. Mana endi hozir dori solishni boshladik.